Mana shunaqa qilib o'tirib sog'olaveradi. Yerga sog'ish. Qo'rqsan tillarga shunday yugurib kelib turib, ushlasangiz ham turaveradi mana. Bemalol mana. Vobshe. O'ta Bunachar, xudo xolasa bolasi xonajinligidan boshlayveramiz. Bola 4 kunlik 15 ta 16 taga qora olasidan so'ragan ukalarimizga. Yerga yaqin tapalardi. Janavor yuruvlar qarang. Birinchi sigirim sutlari. Bunachar bolasi buqaligiga navbat xudo xolasa qora olasidan so'raganiga 13 ta sutligidan so'raganiga. Chiroq qilib buni ham yurgizib turgizib, narxlar haqida ko'rsatib o'taveramiz. Bolasi buqa tilloga, buqa. Ko'taring. Hay malades. Bu ham ko'tartirar ekan tilloga. Bunachar to'qol variantidan so'ragan ukalarimizga xudo xolasa bolasi buqa. Voy janavor 15 ta 16 ta sutga aytilayotgan xonalarga boringdan 15 ta bersa ham maza qilib dehqon. Hurmatli obunachilar, bolasi buqasidan xudo xolasa to'qol variantlaridan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hurmatli Tilla Oz kanalining ashaddiy obunachilari, YouTube chorva ishqibozlari, hurmatli obunachilar. Hafta kuniga yakshanba 2025-yil. Bugungi sanamiz xudo xolasa 26-oktyabr Farg'ona viloyati Quva tumani. Quvani deyarli sentrda arzonchi Farg'ona akamiz xonadoniga tashrif yurganmiz. Aziz obunachilar, 3 bosh sigirlarimiz bor. Qora olasidan, semental basharasidan so'ragan ukalarimizga chiroy qilib yurgizib narxlar haqida videorolik tayyorlab beraman. Gaplarimizda, so'zlarimizda xato kamchiliklar bo'lsa, oldin uzr so'raymiz aziz obunachilar. Xudo xolasa ishonchdan o'tgan sinaqda sut yo'qlari, xudo xolasa hamma yo'g'ini ko'rsatib olingan joylarga. Bir donadan lakni bosib, albatta podдержка uchun kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldiravasiz. Narx-navosi, yurishlari, turuvlari, sutlari yoqsa bemalol telefon qilib savdo qilinaveradi xonadonlarga. Chiroq qilib doimgidek yetkazib beriladi. Arzonchi Fardinda doim arzon. Qalaysiz aka? Alaykum, Tilla aka, yaxshimisiz? Chiroylisiz. Aka. Yaxshi aka. Obunachilaringizga salom aka. Bir-biridan go'zal sigirlar. 3 bor. 3 bor. Aha. Ikkitasiniki buqa. Aha. Bittasiniki xo'rajin. Sinovdan o'tdi hammasi. Sinovdan o'tgan. Bo'g'ozigida kelgan. Bo'g'ozigida kelgan. O'zimiz sug'dirganmiz, Tilla aka. O'zimiz. Gap yo'q aka. Boshlayveramiz. Necha kunlik bo'ldi mana shuni bolasi? Tilla aka, buni bolasiga xudo xolasa bugun O'g'izda Tilla aka. Aha. Bugun 4 kunlik Tilla aka. 4 kun. 4 kunlik. Znash aribdi to'g'ri. O'sha O'g'izdan aridi Tilla aka. 13 ta beryapti. 13 ta beryapti. 13 ta beryapti. Bu qora olamiz. Qora olar rosa chiqaryapti-ku, bizlar fondali idishga olib ketyapti. O'shan sherigi. Olasi xonajin. 15 ta 16 ta beryapti. Buni xonajin bo'lgani ham yaxshi janam. O'sha enasini yoshligi. 15 ta 16 ta beryapti. Bunisi-chi aka? Tilla aka. Bu ham 15 ta 16 ta Tilla aka. Bola buqa. 15 ta beraverasiz. 15 ta beraveramiz. Ammo yog'ini so'rashmas. Yog'i bilasiz o'zi buni. Hayır. Yog'i va shu konkret bo'ladi. Yog'i konkret bo'ladi. Dastlabki nima deysiz aka? Dastlabkasi butun O'zbekiston bo'ylab Tilla aka. Qilib berilaveradi. 12 ta bo'ladi. Muammosi yo'q, ha? Muammosi. Tilla aka qarang. Bo'g'ozini ham bermaydigan qilib narxlar aytadi. Yo'q, ha? Juplab olishsa-chi? Juplab olsa yana ham tushib beramiz. Undan ham tushib beramiz. Yana tushib beramiz. Boshlayveramizmi ertalab? Obunachilar, xudo xolasa bolasi xonajinligidan boshlayveramiz. Bola 4 kunlik 15 ta 16 taga qora olasidan so'ragan ukalarimizga. Yerga yaqin tapalardi. Janavor yuruvlar qarang. Qora ola sigir va chiroyli bo'ladi, aka. Shu. Qarang. Sardor aka jicha nariroqda. Nariroqda. Oldiroq qo'ying, oldiroq. Ha, jonivor. Ha, hoppa, moshina. Ha, jonivor. Mana. Ha, Tilla aka. Nima deyapti? Nima deyapman aka? Yemoqchimog'ini so'rasam, xijolat to'pasam kerak. Molda qarang, molda janavorda qarang, Tilla aka. Dumba savoribdi-yu. Janavor. Aka, eshlari, yo'ldoshlari hamma yo'q tushdi. Hamma yo'g'i pokiza tushgan Tilla aka. Hamma yo'q. Muammosi yo'q. Umuman muammosi yo'q. Qani bitta orqaga. Aylaning, aylan. Hoppa. Ayol erkak tanlamaydi, aka. Umuman tanlamaydi Tilla aka. Qancha tushiring bolasini. Ushlab tur. Qo'yinchi bolani ham bitta ko'raylik. Hoppa. Bola ham tetik. 15 ta 16 sut, bola 4 kunlik. Tilla aka, ha aka. Sut yo'qlari zo'r. Aha. 15 ta 16 ta sutga beraveramiz. Dastlabkamiz butun O'zbekiston bo'ylab Tilla aka. Hop. Ketilaveradi Tilla aka. Narxi arzon. Nechi pul aka? 28 million 500 ming so'm. 28 million 500 ming so'm. 15 ta sut. 15 ta sut. Bola xonajin. Bola xonajin. Ash bolani inobatga olib nechi pul aytamiz?
O'zi yaxshi aytdim sizga 30 yo 32 degani yo'q. Bu bo'g'ozini ham bermay tilloga molda qarang tuxum qo'ysa turadigan. 28 million 500 ming so'm tilloga. Ashuni to'g'ri qilib yuborsak bo'lmaydimi aka? 28. Boshlanishiga arzonchi Fardinda doim arzon deganlarga 500 ming o'tib bera olasizmi, o'tib bera olmaysizmi? Bo'ldi uka. O'tib bera olmasangiz qolsin. Bo'ldi uka. To'g'ri qilib Siz beramiz. gapingiz uzilguncha shaytonni bo'yni uzilsin deydi bu shunaqa. Barbar aka. 28 kam bu. 28 ham bor. Bo'g'ozini ham bermaydi tilloga. Butun O'zbekiston bo'ylab. Tilloga, butun O'zbekiston bo'ylab. Aha. Janovar. Ketdi mana aybdorlar. O'zbekiston bo'ylab dastavkalar. Qarang, bolani qarang, janovar mana. Bola ham mana o'zi ham yuraverar ekan. Yana Bola o'zi ko'tarib yuradi bu. olgansiz. Endi xonajinda jiya obro'si baland bo'ladi, ko'tarib oladi, endi novozdagicha yurib chiqaveradi. Xonajinda endi. Enasini Bokini qarang, boklari ham joyida ekan. Tilloga layklar bossin. Kommentarni ham zo'r yozsiz, yana ham arzon qilib beramiz, tilloga. Biz obunachilar bolasi buqaligiga navbatda xolasa, qora olasidan so'raganiga 13 ta sutligidan so'raganiga. Chiroq qilib buni ham yurgizib turgizib, narxlar haqida ko'rsatib o'taveramiz. Bolasi buqa tilloga, buqa. Ko'taring. Hay malades. Bu ham ko'tarib turar ekan tilloga. Xonajindan ham obro'si baquvvatmi? To'ylariga novoz boqar tog'asi deydi-yu. Tutamlari uzun. Ha, vapshi mazza tilloga, vapshi. Miriq. Yurishdi qarang. Vapshi zo'r. O'ta ham. Kiyik. Tilloga bo'g'ozini bermaydi, hozir aytaman, ammo bor, bo'g'ozini tilloga. Yo'q-a? Ha, yomon ham arzon aytaman tilloga. Yog'larni ko'rdingizmi aka? Voy, 1,5 chini yog'i bor tilloga. Bola buqa. Bola buqa. Bola shedevr buqa, qara. Janovar. Enani ham qarang, e'tiboshi ham zo'r. Qani Sardor aka? Qo'y. 13 ta sut, bola buqa. To'xtatingchi aka o'shatdi. Shu. Turuvni Katta o'sha. Mo'g'arang tilloga mana. Bemalol mana. Mo'g'arang mana. Voy aka jonim akam, sog'mi iltimos. Mana. Voy aka, shuni ko'rsatib qo'ying bo'l. Mana. Mana mashina qilib o'tirib sog'olaveradi. Yerga sog'ish. Qo'rqsan tilloga shunday yugurib kelib turib, ushlasangiz ham turaveradi mana. Bemalol mana. Vapshi. O'ta unaqasi yo'q tilloga. Xotirjammi? Laklar bosing o'ta ham arzon tilloga. Bola buqa. Bola buqa. 13 ta sut. Nech pul farnaga? Qani o'ta ham arzon deb, to'ldirib ko'p gapirdingiz. Nech pul? Bu ham 28 million 500 ming. Qancha kam bu? Voy 500 ming kam. 28. 28. Jupiga olishsa-chi oladi. 28 dan. Jupiga olishsa. 56 kam bor bo'ladi jupiga aytilayotgan narxlar. Jupiga olishsa-chi. 55 million. Butun O'zbekiston bo'ylab ketdi tilloga. Bor baraka. Jupiga nechta sutga berasiz aka? Jupigami? Aha. Hozir narigi 16 ta dedimi? 15 ta ham deng. 15 ta. 15 ta 12 ta, 27 ta. 25 taga o'ynab kulib berasizmi? O'ynab kulib xotirjam beraveraman tilloga. 2,5 chini yoqqa beraman tilloga, ketdimi? Ha, ketdi. Bor baraka. Joningiz sog' bo'lsin. Bering. Mana aziz obunachilar. Ko'rib qo'yasizlar. Jupiga so'ragan ukalarimizga eng kami 25 ta sutga deyilyapti. Bo'g'ozini ham bermaydi tilloga. Qarang, janovarni. 27 million 500 dan qalblariga qo'l solib bosh qotirmay bola buqa deb turib, bolasi buqalilarni ham narxini. Ertaga tilloga mana shu mol bor, novvoscha, bahorgacha bor, 20 millionga bermaydi mana shu novvoschani, bormi? Obunachilar, to'qol variantidan so'ragan ukalarimizga xudo xolasa bolasi buqa. Voy janavar, 15 ta 16 ta sutga aytilayotgan xonalarga boringlarni 15 ta bersa ham maza qilib dehqon. Arzon Fardinda oldim duo qilib beradi. Farn aka bolasi necha kunlik? Bolasi 25 kunlik bo'ldi, tilloga. Ha, bir 5 kun bo'ldi qo'yib qo'yganimizga. Onasi qo'yilgan. Bitta semental, bitta angus urug' qo'ydik, tilloga. Maşallah. Kuyib qoluvdi. Aha. O'zimizni bitta yaqin insondan oldik tilloga. Ha, o'zimizga yaqin odamdan oldik. O'zimizni uyda keldi, bir hafta sinadik. Kuyib qoladi, qo'yib qo'ydik sirasi tilloga. Moment. Znash 40-da qochadigan sizlardan. Aytib o'tdi o'zi. Bola 25 kunlik. Bola 25 kunlik 2,5 chini yog'i bor tilloga. 5 kun bo'lgan qo'yilgan. 2,5 chini yog'i bor. Qaytmang aka. 2,5. To'qol variantida. To'xtatingda masjidga. Mahmud. Bokini qarang, janavorda so'z keladi. Ha, vahshiy mazza tilloga. O'ta mazza. Bola ham buqa. Tayyor. Bola dasiyor. Qarang. Bolani addini qilingchi aka. Bola turishini qarang. Pompaqdi o'zi. Zo'raman deyapti. Bola ham go'zal aka. 15-16 ta sut, bolasi buqa aziz obunachilar. 25 kunlik buqa, 5 kun bo'lgan qo'yilganiga. 2,5 chini yog'i bilan. Farn aka. Voy ku. Keling endi birga. Bo'ldi. Dildan suhbat quraylik aka. Bo'ldi. Obunachilar bilaman kuttirmaysiz uni. Tilloga bunaqa
33, 34, Aha. 33 ham yo'q, 32 ham yo'q tilla aka. Ha. Bo'ldi tilla aka. Bitta shamolatib qo'yib kelgan edi-yu. Qarang tilla aka, 31 million. Butun O'zbekiston bo'ylab. Tilla aka 31 million butun O'zbekiston bo'ylab tilla aka. 15 ta sut bola bu qil. 15 sut 2,5 chini yo'q, qonida 5 kunlik qo'yilgan aqasi ham bor. Qo'yilgan, ushlab qo'ygan bo'lsa padar. Hozir molda ham et boshini qarang, eti ham zo'r. Eti baland aka. Dehqon aytdi-da, sirazi qo'ysangiz Mamet qochadi dedi. Aha. Tilla aka. Qancha kam bor 31 dan? Qarang, 31 mi? 500 ming kam. 29 kam. Ya, uni azim. 29 ham kam. Yo'q, tilla. 30 kam bor. 30 million. Yo'q, qarang, 30 million 500 mingga ketdi tilla aka. Kam bor. Kami bor. Yaxshi o'tib berasiz. Butun O'zbekiston bo'ylab zo'r kommentariy, zo'r nima tilaklar bildirib, gapir otangga rahmat yozsa bor tilla aka. Yana ham tushib beramiz tilla aka. Dadil o'tib berasizmi ish qilib? Dadil o'tib beraman tilla aka. Aniq, Aniq, 3 juplab olsa yana tushib beraman tilla aka. 3 juplab olsa yana tushib. Yana tushib beraman tilla. Dadil tushib beradi. Dadil tushib beramiz tilla aka. 3 40 ta sutga beraverasiz. Ketdi 40 ta sut. 40 ta sutga ketdi 40 ta sutga tilla aka. Ikkitasiniki buqa, bittasiniki xo'nasin tilla aka. Enasiga o'xshab mol bo'ladi. Bir bo'ladi, dadil bo'ladi. Ha, zo'r bo'ladi tilla aka. Mol ham zo'r, eti boshi zo'r tilla aka. Bo'g'ozini bermayapti tilla aka. Borib so'rab bozorlarda so'rasing. Mana yengil qilib ana qilib chiqaryapti tilla aka. 3 85 million bo'lar ekan. Qancha kam bor 3 bitta joyga olgan? 85 million. Aha, 3 55 ga 30 deylik 3 bitta joyga. 85 deyapsiz. 85 bo'lar ekan. 84 kam bor qo'yib beraverasizmi 3 bitta joyga olganga? Voy ketdi tilla aka. Bor baraka tilla aka. Joningiz sog' bo'lsin. O'tgani bor. Ketdik. Hurmatli obunachilar, xudo xolasa boshlandi. E'tiborlarga birinchida chiqqan sigirimizdan iydirib sog'ib e'tiborlarga ko'rsataveramiz. O'sullar bo'p sigir ekan-a Farhod aka? Ha. Qarang. Qaynasi bilan o'tirib. qaynasi bilan to'yga shashilgan ketib qoladi-yu. Katta qaynasi haqi o'tiradi, kelin haqi o'tiradi, sog'averadi-ku. Vazirlarni talaffuzi. Xotirjam birinchi sigirimiz. Boshlandi. Xudo xolasa boricha sog'ib ko'rsatib beramiz. Qaynashni qarang. Tilla aka. Voki. O'sinlaru keling tarafda sog'aydigan molimiz keldi-yu, deydi Tilla aka. Olganimizda bor-ku. 15 talikmi? 15 talik. Birinchi sigirim sutlari. O't. Ketdik ikkinchisiga. Xolasa navbatdagi sigirimiz bolasi buqalik. Iydirib sog'ib ko'rsatamiz. Yuvoq mol olib aka. Mana. Eshitmayapman Tilla aka, qattiqroq gapiring. Sovvasini qarang buni shovvasini. Bolasi buqasidan so'ragan ukalarimizni. Xotirjam ikki tomondan o'tirib sog'ilaveradi aziz obunachilar. Qarang. Bemalol. Boshlandi xudo xolasa bunisi. Bu ham xuddi o'shalar mol ekanda Tilla aka qarang, shu tarafdan ko'ring. O'ta yuvoq. Tilla aka, moling bo'lsa bo'lsin, bolasi 25 kunlik bo'lsin, 15 ta 16 ta suti bo'lsin. 2,5 chini yog'i bo'lsin, 5 kunlik qo'yilgan bo'g'oz bo'lsin deydi, xuddi shunaqasidan-da Tilla aka. Angus bilan semental qo'yilgan Tilla aka. Yandan ekanda. Ha, Tilla aka, dehqon akalarimizni talabiga binoan-da bu. Obunachilar 3-sigirim xudo xolasa. Bolasi buqaligi. Ko'shanib turishini qarang janovar. Buni ham iydirib sog'ib e'tiborlarga ko'rsatamiz. Yosh katta kichik tanlanmas xonalarga stolchada o'tirib bemalol sog'ilaveradi. A'do og'izda kango'lari bilan. Hurmatli obunachilar, bola buqa kamligi 13 ta 12 ta sutlari bilan sog'ilaveradi xotirjam. Sho'valari qarang Fedi aka. Sho'vasimi? Mazza Tilla aka, mana qarang. Oyog'ingizni menga qo'ldan sog'averasiz. Mon qarang, mana shunday sog'ilyapti. Xotirjam. Yuvosh bo'lsa shunaqa bo'ladi, o'zdoim. Safarniki. Tilla aka, mana qarang. Mashina kirib sog'ib ham beraman Tilla aka, o'ta yuvosh. O'ta xotirjam. Dumilliklar tayog'ini qilib qo'ysa ham bekorga beraman shu mol Tilla aka, laklab bossin. Joningiz sog' bo'lsin.
qaymog'ini aytmaysin buni, qaymog'ini. Ona qarang, sariqligini qarang. Ha, yo'q. Joyi sog' bo'lsin aka. Loga laklar boshqa ursin. Tabletkalar qo'lda deydi-yu.